Assalomu alaykum. Bugun biz raqamli texnologiyalar va innovatsiyalar fanidan raqamli platformalar orqali shahar harakatlanish tizimini transformatsiya qilish mavzusini ko'rib chiqamiz. Bu texnologiyalar bizning soliq pullarimiz yordamida transport tizimini yanada xavfsiz, tejamkor va o'zaro bog'langan holga keltiradi. Hozirgi va kelajakda Intelligent Transportation texnologiyalari haydovchilar yaxshiroq ma'lumot olishga yordam beradi va transport tarmog'idan xavfsizroq, muvofiqlashtirilgan hamda aqlliroq foydalanish imkoniyatini yaratadi. Eng muhimi, bu tizim uzoq muddatda soliq pullarini tejaydi. Keling, biz mahalliy chorrahalarga borsak, ya'ni mahalliy chorrahalarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, current hozirda coming kelayotgan future kelajakdagi mahalliy chorrahalardan birida biz bu yerda allaqachon o'rnatilgan CCTV kameralarni va vehicle detection, ya'ni velosiped detektorlar sensorlarini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, yer ostida yuqori tezlikdagi tarmoq bilan birgalikda ishlayotgan tizimlar mavjud. CCTV trafik boshqaruv markazi transport oqimini real vaqt rejimida kuzatish imkoniyatini yaratadi va boshqaruv markazini darhol ogohlantiradi. Kelajakda crosswalk, ya'ni piyodalar o'tish yo'lagi detektorlari ham softverga qo'shiladi. Ya'ni ko'rib turganimizdek, belgilangan belgilangan yo'nalishda bu tizim piyodalarni aniqlab, kelayotgan transport vositalarini ogohlantiradi. Kun yoki tun bo'lishidan qat'iy nazar barcha ob-havo sharoitida ishlaydi. Bluetooth texnologiyasi ham qo'llanilishi mumkin. Bu texnologiya yo'lga kirayotgan va chiqayotgan avtomobillarning tezligini aniqlaydi. Natijada trafik boshqaruv markazi yanada chuqurroq ma'lumotlarga ega bo'ladi. Bu ma'lumotlar yo'l xavfsizligi va yo'llarni yaxshilash uchun ishlatiladi. Ayni paytda yangi Traffic Management Center loyihasi ham ishlab chiqilmoqda. Ya'ni bu markaz butun tizimning miyasi hisoblanadi. Endi boshqa joyga o'tamiz va kelajak imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz. Bu US 192 va Hollywood Boulevard kesishmasi hisoblanadi. Bu chorrahada signal coordination texnologiyasi ishlatiladi. Ya'ni signal koordinatsiya sensorlar yordamida turli chorrahalarni bir-biri bilan aloqa qilishni ta'minlaydi. Ular transport oqimini oldindan taxmin qiladi va svetoforlarni moslashtiradi. Ya'ni sekundlarni bir-biriga moslashtiradi. Trafik ko'p bo'lsa, sekundlarni qizilni kamaytiradi, yashilni uzoqroq qiladi. Misol uchun, qizil chiroq qancha vaqt qolganini ko'rsatish, trafik haqida tezkor ogohlantirish yuborish. Agar avtomobillarda onboard units ham o'rnatilsa, mashinalar bir-biri bilan aloqa qila oladi. Bu esa xavfsizlikni va harakat samaradorligini oshiradi va ehtimol road rage, yo'ldagi asabiylashishlarni kamaytiradi. Kelajakdagi dronlar esa onlayn xaridlarni yetkazib berish, avariya joylarining yuqoridan kuzatilishi, favqulodda xizmatlarga yordam berishi mumkin. Shuningdek, konsert va festivaldagi odamlar soni haqida smartfoningizga ma'lumot ham yuborishi mumkin. Ya'ni tepadan hamma narsani kuzatib turishi mumkin. Albatta, yangi texnologiyalar investitsiya talab qiladi, qurilmalar muntazam yangilanishi, texnik xizmat ko'rsatilishi va himoyalanishi kerak bo'ladi. Bu xuddi super kompyuterlarning eski internetga ulab bo'lmagani kabi. Hozir ham kelajakda ham bu texnologiyalar birgalikda xavfsizlikni oshiradi, mavjud infratuzilmani optimallashtiradi, odamlarning va soliq to'lovchilarning vaqt hamda pulini tejaydi.